Prosta endi mahallaga to'g'ri, ana temir kitob deydimi, temir daftarda turamiz, to'g'ri unaqasi bor. Endi real gap. Hozir men 1 yildan sal oshdi. Bitta ko'z polni atkazib berdi-da. Ungacha bo'limini o'zimni 90% eplaverardim. Yozuvchiga qiynalardim, lekin o'zim eplaverardim. Polni bolalarni maktabga, bog'chasi hammasi borib, yozuvchi bo'lsa iltimos qilardim, yozib berishini podpis qo'yib berardim, bo'ldi. Nima yozib, nima qo'yib bilmasdim o'zimda. O'sha paytda endi o'zi ozgina nima deydi, tirikchilik ham o'ziga nimadir qiltirardi. Hayitgacha zakotim bor o'zimni. Ishni, shu narsani tarqatib turibman. So'ramoqchi bo'lganim, hozir operatsiya qilishadi-yu. Shu plyus yo minus bo'lib qoladi-da. Shu operatsiya qildirish qanaqa so'rab ko'rganmisiz hech? Shu tuzatsa bo'ladimi o'zi yo'q? Men operatsiya hozir o'zim olganda doktor nazoratidaman. Agar bilsangiz, Hindistonda Akshay degan doktor bor. Qaysi klinikada ishlardi? Vedanta. Qanday qilib birinchi ko'rgansan, Yevropada. U o'sha 1 yil harakat qildi. Men nerv o'lgan. Nerv bo'lsa tiklanish qiyin. O'sha harakat qildi. Men uni harakatiga qarab o'zim hafsalam qilmadim, harakat qildim. Oxiri ham kamdida yo Allohdan. To'g'ri, ko'pchilik aytibdi, operatsiya bo'lsa harakat qilamiz deyapti, boshqa deyapti, lekin doktor operatsiya qilaman demayapti-da. Bu yo'g'iga har oylik dorisi bor. Shu dorilarni tomizib o'zingni asragin deydi. Imkon qadar tomizib boshqa turimni endi yo'q xudodan dedi, doktor aytgan ish. Mana shu sizlarga zakotimizni sog' bo'lasizlar degan umiddamiz. Aka, rahmat katta. Qadrdonlarim, yana bitta oilaga keldik. Zakotimizni topshirgani. Bu oila mahallaning temir daftarchasida turar ekan, ko'rib sharoitligi yaxshi ekan deb o'ylagan edim. Hatto o'ylabman va uy egalari bilan gaplashganimdan keyin oydinlik kiritildi. Akamizni ko'zlari uncha yaxshi ko'rmas ekan, deyarli ko'rmas ekan desa ham bo'ladi. Ayollar dekretda ekan va oilaviy fondi juda kam ekan. Shunga sharoitni ko'rib, xulosa chiqarib, o'zim zakotimni berib ketgani keldim. Qadrdonlar, sizlardan iltimos qilib qolaman. Yana yarmini qoldirdik. Sizlar mana zakotni to'ldirib qo'yishinglar uchun har doimgidek shu inson uchunga kirib, ularning familiyasini, ismini yozsanglar, pul o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Hammalarga rahmat. Kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.